Oyijonlar, gijja kasalligi faqatgina qorinda, ichaklardan tashqari boshqa a'zolarda ham bo'lishini bilarmidingiz? Hozir shu haqida gaplashamiz. Bu gijja kasalligi ichaklardan tashqari jigarda, buyrakda, o't qopida bo'ladi. Men shuni bunda mexanizmini sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, jigardan qon orqali o't qopidan ichakdan aylanib nafas yo'llarida, bronxlarda uchrashi ham mumkin. Bolalarda ko'pgina salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Suyak, mushak to'qimalarida ham bu uchrashi mumkin. Bo'g'im kasalliklarini ham ba'zida keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklarini ham keltirib chiqarishi mumkin oyijonlar. Aziz onajonlar, sizlarda ham bolalaringizda bundan tashqari belgilar kuzatilsa, oshqozon ichak kasalliklarida bo'lsa, qorinda to'satdan og'riq paydo bo'lsa, ya'ni oyoq qo'llarida og'riq bo'lsa, suyak, mushak, bo'g'im tizimida berishi mumkin. Nafaslari tezlashib, uyqusi buzilsa, yurak qon tomir kasalliklarida uchrashi mumkin. Shunday holatlar kuzatilsa, Evomed klinikasiga murojaat qilishingizni so'raymiz.